Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana bu uyimiz sotishga qo'yilmoqda. Xo'sh, mana ko'rib turganlaringiz uyni oldi qismidagi yer maydoni. Bu teplitsa, bu manzil Erdax ko'chasida joylashgan bo'lib, oldida mana 7-maktab joylashgan. Do'konlar bor, chorrahaning yonida va bu tarafda esa cho'milish havzasi, yana basseyn joylashgan. Bu taraflarda Nuruz mahallasini biноsi joylashgan. Mana bu uyimiz sotishga qo'yilmoqda. Qani ketdik bo'lmasam. Ichki ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz. Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, ko'rib turganlaringizdek uyni shu oldi qismidagi kattagina yer maydoni mavjud. Eng yaxshi tomoni bu uy uglovoy bo'lganligi sababli o'ziga отдельныйgina ariq bor. Mana shu ariq shunday hamsadan keyinga o'tgandan keyin ariqqa ulangan. Sizdan boshqa hech kim bu ariqni ishlatmaydi. Bu uyning yon tarafidagi yeri chamasi 1 sotiklar atrofida. Bu daraxtlar hammasi sizga qarashli bo'ladi agar uyni olsangiz. Mana bu daraxtlar ham bu yerda 10 ga yaqin bodomlar ekilgan ekan. Xullas uyimiz shu, bugungi sotuvga qo'yiladigan uyimiz shu. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Uy egasi bilan gaplashing. Kirgan yerda darvozaxonamiz. Fasad qismlarini to'g'irlash kerak. Xo'sh, buni pastki qismi molxona, usti esa ko'rib turganingizdek o'txona. Hovlimizning ichki ko'rinishi, ichki огород. Ko'rib turganlaringizdek yosh daraxtlar ekilgan, o'sib turmoqda. Hovlimizda ichki supasi anchagina keng. Xo'sh, uyimizning oldingi qismi. Bu yerda gaz, svet, suv, hamma narsa bor, muammo yo'q. Bu o'sha molxonamiz. Xo'sh, bu yerda letniy molxonamiz ham bor ekan. Uni ham ko'rsatib o'tishga qildik. Bu yerda esa tog'-ketak. So'raganlar uchun molxonamizning ichki ko'rinishi bu. Anchagina keng. Ko'rib turganlaringiz hammom, ya'ni banya, bu tandirxona. Hozir ochib ko'rsatamiz buni ham. Tandirxona ekan. Tandir, o'tinlar, o'choq birlashgan. Mana ko'rib turganlaringizdek hamma yerga gaz o'tkazilgan. Bu hovlining ichki hovlining yon tarafi. Bu ham anchagina keng. Bu kladovka ekan. Mana yozgi oshxonamiz. Bunda ham gaz o'rnatilgan. Hamma sharoit bor. Va bu yangidan qurilgan отопление ekan. 1 yil yoki 2 yil oldin o'rnatilgan ekan. Xo'sh, bu kirgan yerda alohida katta bir xona. Bu qishki oshxona ekan. Turganlaringizdek gaz hamma yer. Отопление o'tkazilgan. Keyingi xonalarga o'tsak. Xo'sh, bu yerda yana bitta xonamiz mavjud. Quyosh tarafga qaragan anchagina keng. Keyingi xonalarga o'tsak.
Bu xonamiz kladovka ekan xullas. Shunaqa narsalar, buyumlar qo'yiladigan xona. Ko'rib turganlaringizdek koridor. Bu esa mehmonxona ekan. Anchagina keng mehmonxonani ko'rinishi. Mehmonxonani yonida yana bir katta xona bor ekan. Bu xona pol va patoloksiz ekan. Xo'sh, xonani aniq ta'mirlash kerak. Mana ko'rib turganlaringizdek uyni nima desam ekan, stromaterial qismi anchagina mustahkamligi ko'rinib turibdi. Ko'rdinglar, kimga yoqsa pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib uy egasi bilan bog'lanishlaringizni so'rab qolamiz.